Dedim. Şöyle mi kırıp? Ben sözler verir kardeşler. Çıkıp ketmesem maydiyen azırak işim battı. Assalamu alaikum. Hürmetlik az kardeşler. Hammalarning shu joy vaqti xayrli bo'lsin. Mening ismim To'g'liq Hamid, Shvetsiyadan. Qaysi kuni bizningki mavi bizningki emas, bularningki surgun hukumatningki faxriy raisi G'ulom Osmon Yag'ma bey bir yozma chiqaribdiki. Vatanparvarlik degan nima? Vatanparvarlik bir vatanning tog'larinimi, bog'larinimi, gulliginimi, sho'rliqinimi o'xshash muhabbat suyishdir. To'g'ri? Uning chegarasi ichidagi hamma bulung pishqoqni o'z yurtim, o'z uyim deb bilishdir. To'g'ri? Millatchilik degan nima? Millatchilik munofiqlar xorij millat a'zolarining har qanday qarindishim deb bilish. Millatchilik degan nima deganga? Millatchilik degan munofiq xorij millat a'zolarininki har qanday qarindishim deb bilish deydi. Bir millatdashninki olqiniga kirgan tikkanni ko'ziga kirgandek his qilish tuyg'usidir deydi. Xo'sh, G'ulom Osmon afandim, salom sizga unda bo'lsa. Kelili, yurtni so'ysanglar, vatanni so'ysanglar, birlikni so'ysanglar, xavarij, munofiq millatni so'ysanglar, nima deb 16 tashkilotni imzo etinglar dedinglar. 60 yaqin tashkilot etipadi. Keyindan uning ichidagi 25 tashkilot 27 ga yaqin yig'ilgandan keyin nima uchun 16si peshini qeqib chiqatdi? Nima uchun sizlarningki qilgan bayonotinglarga qarshi shu hukumatinglarni qo'llab qilib qolgan Shvetsiya Uyg'ur komiteti, Cumhuriyetçiler Partisi, Fransiya Uyg'ur birligi demaymiz-ku, Alijon Sayfullahning o shirkatlarning gapini qilmayapman. Ma'var haqiqiy malaning gapini qilyapti. Nima uchun bular sizlarga imzo etib bermadi, qo'llab qo'yadi bayonotinglarga? Nima uchun siz Abdushukur Samsaq apandimga men qerib qopdiman? Men buningdagi o'zimni chatga olgandan keyin aslida nima qilay, men jiqishlarni buzib etdim deganda, men nima uchun millatning oldiga chiqib shu gapni dalanmaysiz? Agar vatanning tog' daryolarini so'ygan bo'lsangiz, nima deb vatanning chegarasidagi tog' daryolarni so'ymay Kanadaga inib keldingiz? Nima deb u tog' daryolarning orasida Osimkam deb ishiltib, unda bo'lgan chaqda bu yerga inib keldingiz? Men tamam saqchi emasman. Qonga kirgan odam o'zi biladi, faqat hozir ko'ringani Ablimit Tursun. U ishni faqat bir Ablimit Tursun qilmadi. Bu yerda qutratqulik qilish, izoh turish, kalla soldirish, adabiy obzor yozish, sizlarni toza qo'llayotgan birisi. Keyin udilimga chiqqan chaqga qilay. Urushib yuribdi bir vaqtida. Keyin bu ishlar yipildi. Ablatnur Ajim so'yilib ketgan bolalarning uyiga kiribdi. Yolg'on pasportlarni ishiltibdi. Ajab oshnasidan bizga beshi chiqib demadi ya. Ajab biz oshnasidan quruq ish nima Ali Masum demagicha Ali Masumni beshi o'zi ishildi, keyindan bu ishildi. Buning degan gapida shu kiribdi. Ali Masum degan chaqda bu odam telefonni Muhammadi boshni ichiga tiqib oldi. Ali Masum bo'pti, xoin bo'lsin, ham ashni qilgan bo'lsin. Lekin Ali Masum buni yaxshi taniydi-ki, sen pepeti maqsadtding-ku. Sen bir turmalarga kirib chiqqanding-ku, nimni yolg'on gap qilsa deyotdi u. Dalbayop deyotdi. Viyop твою мать deyotdi. Ol nahvoy telefonni deyotdi. Bilsang-ku ruscha sanmi deyotdi. Vatanninki shunda xavarishlarni so'ydi ekansizlar, munofiqlarni so'ydi ekansizlar. Xo'sh, nima deb 16 tashkilotni so'ymaysizlar? 16 tashkilot naringlarga taqashdi. 16 tashkilotni nima uchun paramparcha qilyaptinglar? Uningki oqidagi ko'rinishinglar menga o'ylaqi og'zingni buzding, qilma, naq savolga keldi. Nima deb buzdinglar? Shuni sizlar buzdinglar-ku. Bütün isbotlar bor-ku. Məmtimin ala efendim, siz aldırıp öngmey turing, sizga aldırmay kirimiz. Sizde jeq, sizde hikoyat ehi. Shuni buzdinglar-ku. Buzib, yog'ilardan bayonotlarni e'lon qilib, endi ilaqi qilmagan ishinglar qilmadi. Endi cho'g' ilaqi gapning rostini desek, pul. Pul elayotgamsizlar, olmayotgamsizlar? Qanday organization deyapsizlar pulni? Ha?
Qanda organization deyivatsizlar şu pulni nega ishiltiryapsizlar? 2019'dan mı 2020'dan başlap? Elvatamsizlar, ammo atamsizlar hozirgacha umumiy avat qilinglar bu yilnikini tek chiqmadi. Keyingi yili chiqaramiz, o pulnikiga ham qaraymiz. Şu pulning masalasi tufaylidan buzildi-ku deyman. Ay Dilyar yamanda bilib qoldi u. Nima uchun o 73 moddasidagi indigenous degan turistlar texcha? Nima deb xalq shuni avatib bersiz g'olamka? G'olam ustoz? Ha? Nima deb xalqqa ichilmaydigan manbalarni avatisiz? 7 turlik eng jon olg'uvchi manba 6 ga texi. Assangiz Google chiqadi kaviyada. Rost bilmamsiz ya ma ishninki cho'ngayib ketishni xohlamamsiz. Dutturum 15 pədə, baş pədə yaman yədə. Oynağılı qoymamsan, ko'nglim qalagan şədə. Dutturum 15 pədə, baş pədə yaman yədə deb, bir pədə bir yədə var. Şu pədini çalvat, şu pədə onu qozmatıdı. Tağdikinin meselesi var, ya Otrasiyanın meselesi var, ya Abdettin'in tağın taşı yutub, senin bıqınınga kelib kavağından bağının meselesi var. Məyədə bir mesele var, ecilmavatqan. Bu sen nayet ustalıkla oynavatsa, bu oyanlılık andamanda oynamatsa, çıraylık, debdebilik, istihbarat noktası, vay istihbarat noktasından cüret obul, 3 avla sürüştürürkense, Sayfullah tağdı jüge adam mocayet kırıp sağlık hudayarını açık diye, hoş, istihbarat noktasından, bunu da İlyas Şemşir'den çıkarıverse arak geçti, Tuğluk Abdurrazak'ın dadısı Fahiyyan'ın işte mesela bunu çıkarıverse, acaba bana çıkmayırken o, istihbarat noktasından cüret obul, İstihbarat noktasından Abdurrahman Hasan, Xitayning Kompartiyasi beyitgan boy, peshiga chiqib o'qning pulini men beray. Onamni Twitterni qayda qilay? Ma'uning ichidagi istihbarat nuqtalari nima deysa? Mantimin alaning 20 yil Rabi'a Qadir anasini söygünni nima deysa? Titanic mustaq urilgandan keyin qitiyning ketdi. Uni nima deysa? Buning gap yo'qmi? Bunlar narsalarga gap yo'qmi? Savol so'rab yo'qmi? Savol so'rab mening tutqunchiligim bordi, bizga tutqizib qo'ygandi. Bizda mening biznesam bor deb chiqib so'zlamamdim men. Nima uchinchi qadamlar so'zlayapti? O'zir biladi, ayni vaqtida kimga nimani to'kib sag'ini shon qisib o'tirdi. Nimani to'kib sag'an bo'lgandan keyin shu biznesam chiqib qolarmikin deb qisib o'tirdi. Bizning chikasimi mayli vaqtdan soat kelgan chaqda bizga adil sotni Shvetsiya bexatarlik idorasi sot kesidi. Bizda masala bo'lsa, sen degandekidek. Bizda masala bo'lsa, ammo seningdagi mavu 16 tashkilotning buzilib etishninki narsa mavu planliq bu. Buningga sen iliq po'xmi o'siriq bilan yapam yurtvozlik. Qara, yurtvozlikni qara, sen qilyapsan, tushundingmi? Farhod Tursunning kitobida seriq narsalar bor ekan. Sening kitobingdami og'ziga men gapirmay. Seriq narsalar bor ekan. Nima deb Gugum degan kitobingda Sayfiddinning gunohlarini yepib maqtab o'tib ketibsan. Nima deb o'zingning otishliqlarninkida masala ko'rilsa demaysa, nima deb Zo'rdin dadimizga, Abdurim O'tkir dadimizga, Zumin Qodir o'lib ketganlarni tatalab o'ynaysan. Meshaga kelgan chog'da sürgün hukumatnikilar Farhod Tursunnikini men olib chiqarsam saqlar hoteldan chiqib 200 ming kron qalamkashlar olgan. Shuni jiddiy qilib qo'ymasa kelib saqlan oppoq qilib qo'ygan. Sen pul demasan, shu puldan kelib chiqyapti. Demamsa, nimishga yolg'on gap qilasan? Nimishga millatni aldaysan? Voy millatni suyish kerak. Voy andaq voy xo'p biz so'yapmiz. Yurtbozda qilmadik adash. Uyda tatmida ochqadigan bo'lsam, Türkiye'deki bolsun, Avrupa içindeki bolsun, Avrupa asas cihetten yok. Bir işki. Bolsun, asas cihetten ben yardım kılanın hemmesi Canıplı kıyırındaşlar. Yoldaşlar Suriye'ye kirket, tüge ketken hanım kızlar var. Başka bir Canıplı kıyırındaşlar var, aciz kıyırındaşlar yardım bergen. Ben açta ağrıgan bolsam, alaq pul demeyme, özümden hulculukları berime. Hamma narsani yig'ib akalanmasak, Vestriyon qilsak, men chiqirib beraman, meni tariximcha chiqirib beraman, meni kompyuterdan qilib qoladi. Cho'ng gapni qilmay, qarang. Men otishliqni yana vijdima emasam, mening otishliq men Londonda bir janjigar ag'inam bor. Beshiga ajoyib kun tushgancha meni mas qatgan. Hech kim as qatmaydi-mi? Sizning milliarder tuqqanlaring nima aninki? O'zbekistondagi o mas qatmagan. Mana men as qatganchimi? Azroq bo'lsa-mi?
dal joyiga yetkazib qilib bergan. Hozirgacha untun qilmadi. Tushundingmi? Men undayliqi berib turgandan keyin yeganning ishganning gapini qilmay, sizlar ishak so'rab kiryapsizlar. Men nurg'un qarindoshlarimizga Turkiyadagi otellik olamdı, Qashqabesh dirhamlik olamdı. Ayliqda tugab ketganimiz apchikur samsaq apandim biladi. Biz qaysi qarindoshlarimizning beshiga kunchisak qildik. Sen mayada ma ishni xato qilding. Va tashkilotlar birligini sen buzib etding. Chunki mana ichida kelayotgan pul bor, pul olsa bo'lmaydigan pul. Ani dilyar to'xtatsa mana deydi. Shuning uchun ajab mantimin a'lo bilmaydi ekan shu 200 ming dollarning ishini. Nimalar bilmaydi u odam? Ajab apchikur samsaq bilmaydi ekan Qurban joyi hisobidan desam uni demayamdi. Desam boshqa bir gapni qildi, jingga to'xtamaydiganlar. Ajab bular bilmaydi ekan o pulning ishini. Nima deb yo'shirsizlar bu? Bu o'zinglarning ichidagi hukumatning xodimlarida yo'shiryapsizlar, xalqda yo'shir. Nega ishlayapsizlar? Qancha odam part-time ishlayotdi, qancha odam full-time ishlayotdi. Necha odam ishlayotdi, necha odam kabintinglarda, necha odam qayerdan donation kelyapti, qayerdan grant kelyapti. Chiqaringlar xalqning oldiga udul. O sizlarningki o ilib hajlab o'ynaydigan bir shirkatinglar emas bu. Anda hakikaten Amerika hükümeti e'tirof qilinmagandek hukumat bo'lsa, 19 million dollarni olsang, u chaqda hech qanday gap so'z yo'q. Bunda cho'ng bir davlat kayniga ega chiqsa, mashru bo'lsang, ilaqa sabit ta'minlamning qolgan bu deb mantiminalar ko'payib ketdi. Sabit ta'minlamni bir to'tqiqday ipmangacha putini chiqib qarab turib ekansan-ku. So'yilib ketishiga, shu odamningki itilib ketishiga qo'rqmab ekansan-ku shu chaqda. Abduqodir Damullamni voy deb ilida yarg'i chiqib din meyada başka çıkıyor ama ilet de kaşka kirip özüngni Uygurları bıçaklap taşıyadı. Xudoyim uruvatıdı o şunun biz milletni. Şunun balasını tatıvatımız go biz. Özümüzün devlet atılarını qo'g'dayanmagan, özümüzün dindar alimlerini qo'g'dayanmagan bir adamlar şu o'ltirilishige, so'yilib ketishiga, tog'dagilarning so'yilib ketishiga şu Xudoyim uruvatıdı o. Sen şu tog'da jugan bo'lsang, chiroyli şu mujohidingni qilgansan, setilmagan bo'lsang, o davon ashar qurolliq kurashni o'tamagansan, şu balla bo'lgansa bugünkidek erkek qirg'inchilik bo'lmaydi. Bu masala meyada pulning masalasi, meni to'la og'zimga jurtniga kirib olmay. Pulning masalasi, mana Dilyar Musabay fuqas bo'lmaydi, fuqsin bizni to'xtatdi. Ma yahudlar elayotgan pullar bo'lmaydi. Bir tutashni enedini kim beryapti? Seninkini keyindikini qo'llayotgan kim beryapti? Halaqdan yo'shamay ochiq ashkar sen atsa, senda yo'q bo'lsa, mana bizda bor. Biz etib beramiz. Biz bekor chiqib atmaymiz. Sening og'zingnikini anglab baqayli. Sen nima demoqchiman? Sen nima deb ma ishni buzayotgan, nima deb bir tarixiy sharoitsan kelsa, tarixiy sharoit tog'da keldi, tog'dikini yo'q qilyapting. Tog'da, bag'da o'tirasiyadikini yo'q qilib yetishding. Shu sen mana emas u yerda. Meni Xitoyning odami desangmi? Sen yo'q qilyapting uni, Asimka Musulmonka Pida Azmat degan mantimin hazratlari faqat sana pul tegmaganligi yeri gulam. Sen pul tegmaganligi uchun sen mustaqilchi bo'lib oyoq berib 20 yilcha o'tag'altan 2019dan keyin Ahmad Javuzsan birimlarni qitlam tashtaq chiqiblam siyosiy sahnada o'ynashga sana sharoit kelib qoldi. Bo'lmasa jim bir qisib o'tag'adan. Sizlar nima deb 2012dan boshlab Mahmud Qashqarning avlodi indigenes bo'lib ketibdi. Bizni indigenes qo'yib yig'lab ketgan odam nima deb shu ayni vaqtida shu biladigansizlar Rabia Qodirning atrofida sizlar munofiq degan Murat Ataman deysizlar, boshqalarni o'tiribsizlar-ku. Sizlarning kayninglardan berib boshqalarni bilmay ashlar bilan o'tadi, Rabiani deb qo'ydi, vaqtab qo'ydi. Kayindan ichildi mana, oshning sababchisi sizlar shu to'g'ri yo'lda mangmaqliq-ku. Vijdon oyoqqa ko'ngilsin bo'lasizlar, vijdon ko'ngilsin bo'lasizlar. Gollangarga Puhraviy sotqa Abduvali Oyib kiribdi, Zubayra kiribdi. Qadrimjon qarindishimizning gapi yo'q yana, o bal o'z izchiltirish. Mening mashta qo'limda materiallarim batdi-ku. Ovozlar batdi. Agar sizlar yetmay qolgansiz, menda so'rasanglar men olib berdim o'zim. Yoki u sotqa meni kirgizgan unvonga tashkiloti borlarni Akramdika ham. Agar tashkiloti degan bo'lsa, men baldur xabar qilgan bo'lsanglar, sizlar ancha oldi-ku, xalqarалық jinoiy ishlar sotining ishini qilayotgani, bunday ishlarni qilayotgan. Men baldorak deb qo'ygan bo'lsanglar, ama o'zim yana bir tashkilotdan beni ichib qo'ydim, transturistlik tuqqanlarni tizib buni qildim. Bir 150 tuqqanim bor, 20-30 oylik qilib qo'ydim.
Çoğun teşkilattan birini qilib bara alaytdim. Acab o'zingiznikiga nima ekansiz? Acab yurtga kelgan chaqda ilayotgan pulga Afg'onistondagi Sayfullohninki yoki boshqa otishliq 15 tak oilik bor ekan. Diniy oshqonga mening bilishimcha mish, endi bilmayman oxirsini. Ularga go'sht, un, moylarni qilib ekraningda chiqarib etsa, bechar tag'diki qurol tutib mashq qilayotganlarni terrorist deysa, o'zing jannatning oshqishi degan kitobni yozib, butun odamni taqqa boshlab qo'yib, keyindan yana ularni u yoqda yana bir nimalarni yozib, qirg'ichib, hozir qanday pitlar bo'lyapti, kimning dastidan bo'lyapti shu? Olam efendim kimning dastidan bo'layotirmish ishlar? Kim o'tirolmay qilyapti? 16 tashkilot, 20-60 tashkilot itibadi-ku. Itibadi-ku. Aşı kichik balani ozdirib sali xudoyam beshini payqab saran qilib qo'ydinglar-ku. Millatning nazaridan saran qilib qo'ydinglar-ku balani. Xotirjam bir yoshlar bilan ish qilg'ini qo'ymadinglar-ku. Meninkidimi molla saylandi. Seninkidimi molla saylandi. Bir tuqqanlaring yana bir yerga ketib boradi. Nimishki yolg'on gapni qilsa, yolg'on gapni qilmay, rostni qila, po'qni o'sira qilayapti. Chiqa aka. Mana menda bo'lmasa Dilyar chiqdi, sen surgun hukumatning qanchalik nuqtayada qanday xatolik ketganlaringni. Akademik shaklda chiqadigan odamman. Men og'zim buzuq, men rost chiqolmagan bo'lsam, chiqadigan odam bor. Sening o'yliqi mening so'zlagan videomning 30-40 minutlik yerdagi oxirsidagi 3 minutlik yani kesib olib, yiliqi Abdurahman Hasan Ershad inimiz deb ketgan voy bu uyg'oq dunyosi degan bir otishliq domulninki, o'lmoninki, va bolisi va nima qarim meningki? Qayda qilib bermayman? Qayda qilib bermayman otishliq o'lmoning? Yo, ay, o'tiramay qilishding, tinim yezavatsa, kichikina videomni kesib to'g'liq janib qiring. Voy, men ayni vaqtida voy, men on qarabni bu gap qilmay cho'k. Ey! To'xla o'sira xuna yapma demay qara. Banilam tashlag'ini u meni nima deb tillatib, nima qil? Men vaqtdan soat kelgan chaqda manda ishlar tupaydi, men xili narsalarni ochaman. Ishnimda qo'rqib qolmayman. Haqning oshi degan osh uyini oldiga berib turib namoyish qilaman. Kech kunduz qilaman. Tinmay ishlarni saqchikagicha. Butun kompyuter, telefon, hamma narsani shu. Qandig'ing bo'lsang shundig'ingni men tekshirtimi. Men bilan lechib qolsam, men to'g'ri gap qilyapman. Maningga xalqning oldida javob berib o'tishing kerak. Tag'idikiga bermasangmi, bag'idikiga bermasangmi, ma 16 ta tashkilotning qanday chiqib ketganiga javob berib o'tsa, bermasang bo'lmaydi. Yomon halqiliq qilib qolding, unda o'ynama, yog'alading. Ya, men timinala efendim. Bizga degan, sabitdan bo'lam dedimiz shu etivatga tiqavatgancha 4 Xitoy mangancha butun otish xalq qilib mushta turib tikansizlar-ku shu chaqda. Nim bo'pti ekan shu Uyg'ur xalq? Hozirmi shu ahvol shu? Boshqa o'zgargani yo'q. Shu tutib bergan shu munofiq millat o'g'ashda shuning dardini hozir biz tortyapmiz. Bizning ota-onamiz tortyapti. Biz Gollandiyalik sotqa bizni akirmadan meni da'vatman. Menda isboti bor odamlarni akirmadan da'vatman. London sotida yog'an artistlar deganlar ashadimi puhraviy sotida turdi. Rost ko'zdan qon yosh eqiyotgan birsi kirmadi da'vatman sana. Tushundingmi? Mencha qaray. Ilaqa qandig'ingdan bo'lsang qo'rqmayman, oldimni qilaman. Shir, tushundingmi? Yeyma qandig'ing bo'lsang berib. Saqtan kelamdi, polisin kelamdi, sana kim? Men vaqtdan soat kelgan chaqda aningdagi ishigingni tip, aynaklaringni, derezaringni tashitib, sharmanda qilishib, ketmay xotel ep turib, pulimba, hisobimba mening yetadi. Qandig'ing ma'ishnikin aralashib buzma deydigan bo'lsang. Qilding-ku shuni? Yog'anmidi? Buzvatding-ku 16 tashkilotni. 25 tashkilotni. Nimishga yog'anga qilsa? Yurtbozlikni men qo'yib ketibmanmi? Bütün pulni Yahudlardan alsa, tag'dikilarni terrorist deb aqtash kitap qilsa, o'zingning Afg'onistondagi ajab otishlikni akatmaydi ekan-ku. Akatmisin, Xudoyim saqlasin. Ajab boshdan akatmaydi ekan-ku. Sening otishlik tuqqanlaringni guruch, un, moy, yemak-ichmak ashlarni qilsa, sen yurtbozlik qilyapsan-ku. Men yurtbozlik qilmadim. Men amaliyatimda yuragimdan chiqarib turib yordam qildim. Nurg'un qarindoshlar bor, lekin men o yordam qilgan qarindoshlarning ismlarini ta'limdan chiqarib o'tamayman. Uzr biladi xalq ko'ngilda. Men har yurtning odamiga qo'limdan kelishimcha qildim. Sen unda qilmading-ku, meni g'uljiloq deb kirgizmading-mi, savol qo'yganim uchun. Ershad sendan bir savol qo'yganim uchun urumchilik uning qilmading-ku.
Sen London soti yalğan sot oynadı. Ama onu ben mi dedim ha to'g'ri. O rost. Deganlar bilan Judungash Abduvali Ayub, iliqi nima Kerem Altayning ayoli. Ashlar bilan o'tirib qoladi ekansan-ku. Shu biz seni maydoni iniq, ular bilan o'tamaydi deb bildik. Dilyarning bir haqiqatan bir fushuchi bilan tushgan rasmi yo'qdi. U fushuchi yo'qdi, ya bir Tayvanga borgan ishi yo'qdi. Boshqa ishi yo'qdi. Bizning birdan-bir mashhuriyatini sen kim deb, sen kim mentimini ala? Latigoy. Xotining bilan fest bo'lganchada inglizlar bilan og'zimni ochmajman mentimini ala, men seni xili xishingni bilaman, jim o'ttasan. O'ngmay gap qil. Ha, sesqichiligimizni ochadiganmiz sening ravrus chiqidi. Eshil posmliq qo'y. Men sizga va'da beray, siz samimiy bo'l ekansiz. Men ko'rashtiraman. Qo'lingdan poq kelmaydi atash. Sening huquq sening qo'lingda emas. Sening 1 gram narsang o'tmaydi. O'tgan bo'lsang, menga pulning nari ekanligini tekshiray deb yozamsa, yag'an bo'lsa men tartibni chiqarib qo'yman. Pulning nari ekanligini bilmas, nemishning nimishiga ikki balni ko'rashtiraman. Ko'rashmisan bo'ldi onda odam bilan. Ishchingga chiqqancha buzgan bo'lsa qanday qilib deydim, vaqti ayrilgani yaxshi yo'qdi. Har ishni bir hikmat deb. Mushu masala mening da'vat qilim. Seni tushunmagan bo'lsalar, yana yozmayasizlar, men chiqaverman. Menda to'shaq kayfiyat va energiya degan ashu urg'ib turdi va shu. Ya bo'lmasa, g'o'rlarida ketgan bo'lsa, iliq Abdug'aniyda bir so'g'i Gollandiyada. Ashdan bilan Abdurahmon Hasanni avatinglar kamera ichib qo'ymay. 1-2 ga 1 o'ynayman. Ashki pipi bilan o'zim o'ynayman. 2 ga 1 chiqaman. Kelsin. Ya bo'lmasa, mening berishim saqlab o'tasin. Voy taqa jur'at bo'ldigan lotni qasqasvat ekan. Voy men g'olam tug'liq fikam dedi, desam, mening yoshig'im yo'q deydi. Nima bo'ldi desam, men bizning millat qirg'inchilik uchrab g'ururim debsam deyotdi. Voy undas kalashnikni mijnib nuri ko'chisiga beraysan. Ya astag'firullah fikam deyman. Ya undas nima qilsa yog'an vatanparvar o'ylab ya. Men g'olamkamni jinim bilan qo'g'di. Kel vizilib mana g'olamkamni jinim bilan qo'g'san, g'olamkamning oldiga chiqib ketyapman. Kel mana men bor. Qara kontikinga qiziqib qo'yman. Nima desang demam sardash. Nima ishim bor meningki? Uningga qiziqadek majolim yo'q meningki. O'zimning ishlar aldirashman. O'qiyotman, inglizcha o'qiyotman. Dilyarninki tashkilotida pulaga yo'q. Indigenasda turib qolgan yo'q. Xalqaro qoida qonunlarni nayt yaxshi bildim, mukammal bo'ladi. Oltinni zaga so'qsin. Qonunlarni, variantlarni, ishtinki yo'llarning hammani biladi. Qalaymiqan pul olmaydi. Haqdan unda qalaymiqan pul olmaydi. O'zining qo'lida ishlayotgan bir chet ellik do'stimiz bor. Shunimi Tomarisning, Dilyarning, Mushtirgin, mana Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi va qo'llaydigan qarindoshlar akontini qo'yib qo'ygan. Mana ba'sanglar ashu ana donation degan ashu. Uni donation deymiz. Biz bilamiz o'ta emas. Ya'ni Yevropada 10 yil, 15 yilga odamning quligidan aql oqidi. Biz tushunalaymiz, tafakkur qila olamiz, bilamiz. Ya'ni oninki ommavotida u shuning uchun fushuchi boyak chaqasim bo'lmaydi. O'tamaydi unda yerda. O'tamaydigansa esa o'tamayman dedi. O'tamaydi. Unda yerda o'tamaydi. Xitoyda boyak tumaydi. Unda yag'an, o o'zinglar London soti o'yinchiga, men London epoziti dedim. Yag'anchilik u bu qaqshab shurib shuning ichidagilar yana shu sotda o'tadinglar mana haqiqiy bir ko'zdan taram qon yosh chiqyapti. Opamdan deb yig'lab yurgan odamnikini nima deb akirmaysan meni? Sening akirish huquqing bormi yoki yo'qmi? Menga shuning ham javob bermay hozir po'qni usuriqlayib o'ynayapsan-da. U videomdan keyin kichiklarga janib qilib yig'ilishib. Kamamsan das qo'raring o'saldimga. Dantya uchimiz birga bir. Kamerani ichib qo'yib turib. Chunki qarindoshlar biladi mening kimligimni. Men u gapni kimga qarshi tavatıman? Shu sanga o'xshab shu g'urursizlar qarshi tavatıman. Kelsin jur'at bo'l. Abdurahmon Hasan kelsin. Qurbonjon Isomiddin kelsin. Mana kim kelsa mana men bor. Avval chiqib chiroyli tomoq bilan mehmon qilib, o'taq uzib qanday o'ynaysa deymi? Qanday o'ynaysa, qanday desang shundaqa. Unda bo'lsa, atamaningga imzoringni. Saqchiq bo'lmayman deb. Anda o'ynasang o'ynadik deymiz uni. Maqsad pul. Anangmi pul, dadangmi pul. Shu. Ikki bosh payda, yomon yerda deb, yer biz tutqunga qaysingninki, o'zing bilasan uni. Mening qo'limda o'shiq narsa yo'q.
Ammo menga nurg'un cho'nglar deb ketdi. Diqqat qiling ukam, bu ma ish to'g'ri imzoning ishi, lekin ma ishning ichidagi odamlar xato odamlar. Biz mana Maqsum ukamniki taqdirida biz kotib bo'lib turgan odamlar, siz jiqishni uqmaysiz, siz bola Asalla hayajon bilan chikitib qolasiz. Ma ishning iniga kelmayotganning sababi mayerga ma qonning masalasi hal bo'lgan yo'q, taqdikining bag'dikininki. Shuning bu millat nima qilmaydi? Ay, Dilyarninki degani to'g'ri, yoshlar tutishimiz degani. Desa, voy, jimotiringga siz aralashmay, ma imzoni atqizish mo'yim. Deb degan aytaydilar degan xotin bolalar ham tillab bo'lib ketdi. Shuning bilan shu mamtimini ala chiqib, mashina degan bo'lgandan keyin to'liq inimizga rahmat degan bo'lgan keyin shu tirishchanlikda qo'lga kelgan natijani buzib o'tgan bo'lgandan keyin mening haqqim borda, men xalqning ichidagi bir parcha xalq savol so'rash haqqim bor. Bo'pti, o'zingning shaxsiy ishlaring tag'ning bag'nikini demagina bo'pti. Pulnikiga javob bera. Ilyapamsa, ammayotamsa. Shu pulni deb buzdingmi yoki voy, ey, munbarning ichidagi narsani qara, hamma qanday urishding, Sayfulloh qanday chaqirib ketdi, hamma narsa video shaklda bor. Sen chiq, millatning oldida qo'yib bergan odam bor. Sen uni chiqmaysan, qo'lingni yopirib olib, unda yozim bilan uni bilan qilma desang, u o'ylab, men ustimdagi pipi tumaq emas. Ko'rdingmi, meni birar Shininki, Mauninki, Juninki birasini kiygini ko'rib baqdingmi? Men qizil do'ppini kiyib baqmagandim, men illiqning qizil do'ppisini. Jima turangmi? Bo'pti, unda bo'lsa qarindoshlarimsa, Xudoyimga omonat, mushuni taqib qo'yinglar shu. Beraversin javobini.